Türkiye'de tunji ve maxsus Uyghur tədqiqatı haqidagi 6 ayda bir Türk tilida nashr qilinadigan mazkur ilmiy jurnalning 22 soni o'qirmanlar bilan yuz ko'rishdi. 11 yildan beri jurnalning 22 sonida 210 parcha maqola e'lon qilingan bo'lib, maqolalar dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur va boshqa millat ziyolilarining ilmiy emgaklari bo'lib, bular Uyg'urlarning tarixi, tili, adabiyoti, folklori, san'ati, ijtimoiy ahvoli, muhiti, siyosiy vaziyatiga oiddir. Jurnalning bosh tahriri Navshardagi Hoji Bektash Veli universitetining xalq adabiyoti professori Adam Öger xalqaro Uyg'ur tadqiqoti jurnalining boy ilmiy arxivga aylanganligini bildirdi. U mundaq dedi: 11 yildan buyon nashr qilinayotgan mazkur jurnalimizning 22 soni yo'riq ko'rilganligidan nihoyat xursandmiz. Biz jurnalimizning har yangi sonda Türk dunyosi va Uyg'urlar to'g'risida nihoyat atrofliq, sifatli maqolalarga o'rin beryapmiz. Boy mazmunliq ilmiy maqolalar bilan o'qirmanlarni uchrashtirgan xalqaro Uyg'ur tadqiqoti jurnali dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urshunoslarning maqolalarini bir yerga yig'ib, o'qirmanlarning foydalanishiga sunayotgan boy ilmiy arxivga aylandi. Jurnalning bosh qonuniy egasi va bosh tahriri Izmir Ege Universiteti Türk Dunyosi tadqiqot markazining professori Olimjon Inoyat apandining bildirishicha, bu tur jurnalining 22 sonida Uyg'ur tili, Uyg'ur adabiyoti, folklori, tarixi va madaniyati to'g'risida yozilgan 8 parcha maqola bilan 2 kitob tonishtirish maqolasiga o'rin berilgan. Xitoy Amerika istixbarotining muhim ishlar tizimligida birinchi o'rinda turadi. Xitoy iqtisodining keyingi qadamini mo'ljallamoqchi bo'lgan Amerika hukumati xodimlaridan Xitoy tilini o'rganishni talab qildi. Amerika Markaziy axborot idorasi Xitoyni 2020-yildan keyingi muhim tizimlikning beshiga qo'ygan bo'lib, bu organning yillik qamchotining 100 milliard dollarlik muhim qismi Xitoyga ajratilgan. Egilishicha, 11-sentabr voqeasidan keyin terrorlikqa qarshi turish harakatiga qatnashgan va Afg'oniston, shundaqla Iroqni nazorat qilishga taqsim qilingan xodimlar hozir Xitoyni nazorat qilmoqda. Amerika Markaziy axborot idorasi hatto Xitoy vazifa markazi deb ataladigan ayrim o'rin qurgan edi. CIA'ning boshlig'i William Burns buning ma'lum bir davlatga qartilgan birdan-bir organ ekanligini bildirdi. Shuning bilan birga Amerikaning Xitoydagi jasuslik torining zo'r qiyinchilikqa duch kelayotganligi o'tirg'i qo'yilmoqda. Avstraliya ABC radiosining 28 dekabr xabar qilishicha, Avstraliya Xitoy aptitali TikTokning abonentlarining maxfiyatligiga daxl tarz qilish va uchur to'plash haqidagi ayblashlar haqida tekshirish boshlangan. Bildirilishicha, bu qitimliq surishti qilish to'liq tekshirishni boshlamaslikni belgilaydigan bo'lib, bu tekshirish iz qo'g'lovchi Pixel deb tonilgan qurollarni ishlatib, sonliq ma'lumot to'plashga chetiladi ekan. TikTok abonentlarining maxfiyatligi qonunga xiloflik qilinganligi rad qilingan bo'lib, iz qo'g'lovchi Pixellarning abonentlar tarafidan o'z ixtiyori bilan ishlatilganligini da'vo qilgan. Amerika doiralari Xitoyning jasuslik sharining Amerikadan kelgan internetni ishlatadiganligini o'tirg'i qo'ydi. NBC News'ning xabariga qaraganda, ismini oshkorlashni xohlamagan Amerika axborot xodimlari tekshirish natijasida Xitoy jasuslik sharining Amerikadagi bir internet shirkatining aloqador mulozimatini tekshirayotganligini oshkorladi. Aloqador xodimlar bu sharning Amerikada turishliq shirkatning internet toridan uchur evatish va Xitoydan uchur elish uchun ishlatadiganligini bayon qildi. Qozog'istondan O'zbekistonga oshliq eksport miqdori taxminan 2 million tonnaga yetdi. Qozog'iston davlatlik statistika idorasi omma bilan o'rtoqlashgan sonliq ma'lumotga qaraganda, O'zbekiston 2023-yilning oldingi 10 oyida Qozog'istondan oshliq importini 40% oshirgan. Bulgariya va Ruminiya 2007-yilning 5-ida Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgandan keyin ularning uzun yillar saqlayotgan Schengen rayoniga qo'shilish nishonida ko'rinarlik ilgirlashlar bo'ldi. Egilishicha, ikki davlat 2024-yili 31-martdan boshlab dengiz va havo qatnashida Schengen rayoniga qo'shiladi ekan.